Siz o'zingizni rahbar deb hisoblaysizmi? Unda aytingchi, rahbarning eng asosiy ko'rsatkichi nimada? Videoni o'tkazib yubormang, bilib olasiz. Rahbarlik lavozim yoki kabinet emas. Bu mas'uliyat, qarorlar va eng asosiysi natija. Agar sizning korxonangiz ishlab chiqarayotgan mahsulot benuqson va mijozlarini rozi qiladigan bo'lsa, unda siz to'g'ri yo'ldasiz. Agar sizning korxonangiz savdosi o'sayotgan bo'lsa, siz rivojlanyapsiz. Lekin barchasini jamlaydigan bitta so'z bor. Bu foyda. Agar foyda bo'lmasa, barcha boshqaruv qog'ozda qolgan xolos. Shunchaki rahbarlik bu boshqa narsa. Daromad va o'stirish bu haqiqiy rahbarlik. Foyda to'g'ri qaror va tahlillarga asoslanadi. Buning uchun esa ma'lumot muhim. ePoint korxonangizdagi barcha ma'lumotlarni tahlil qilib, avtomatlashtirgan holda qo'lingizga yetkazadi. Kommentariyada plus belgisini qoldiring va sizga bog'lanamiz.